kunlarisi mana dadajonimni namoziga qatnashish uchun qanaqangi skuter olib bersam ekan deb ikkilanib turgan bo'lsangiz, biz sizga Gadea brendidan C13 tritsiklini tavsiya qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, narxini ham aytib o'taman. Juda ham mustahkam ishlangan, korpuslaridan tortib hattoki savatchalarigacha bemalol aynan mana shu savatda o'zi 100 kggacha yukni ko'tara oladi. Tritsiklimizda 500 wattli motor hamda 5 ta 26 amperlik akkumulyator bilan jihozlangan. Maksimal tezligi soatiga 30 km, yurish masofasi 60 km dan 70 km gacha va zaryad olish vaqti 6 soatdan 8 soatgacha 300 kg yukni bemalol ko'tara oladi. Tritsiklimizda 3 kishiga moslangan o'rindiq, 3 ta balon hamda 3 ta bagajniklar mavjud. Oldi qismida bitta, orqa qismida bitta ko'rganingizdek bozor o'char uchun va kengina hajmga ega bo'lgan o'rindiq pastida ham bagajniklarimiz mavjud. Kimga shunaqangi tritsikllar kerak bo'lsa, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Narxi $850.